alaykum Chorvoy ishbozlari. Xudo xolasa, mana bugun dushanba Sirdaryo viloyati Sardoba tumani 1-sovxoz Qo'rg'ontepa mol bozoriga keldik. Sizlar bilan foydali, yaxshi chiroyli mashina oladi degan umiddamiz. Xudo xolasa biz boshladik. Sizlardan iltimos bo'ladi, bitta like bosing. Video oldi, like ekraningizni chap tomonida turibdi. Assalomu alaykum tog'a. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Qancha deyapsiz? Yana bo'lan. 40 million deyapti. Qancha? 40 million kam bor-a? Qayerda bor? 827 lomon egasi. Ha, do'stlar ko'p yana bo'lan 40 million so'm deyapti. O'qchami bolasi? Tanachami? Tanacha ekanman do'stlar. Suti nechi litr tog'a? 16 ta. Bozor narx chiqardimi hozir? Keyin chiqaradi. Endi xudo xolasa. Do'stlar, hali ertalabdan biz o'zimiz endi keldik. Xudo xolasa, ko'p turibsiz. 40 millionga arziydimi, arzimaydimi? O'zlaringiz kommentariyada fikrlaringizni qoldirasizlar. Xudo xolasa, foydali va manfaatli kontent tayyorlaymiz degan umiddamiz do'stlar bilan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha o'tkazmay ko'ringizlar do'stlar. Fotoz bersin tog'a. Charchamang. Xo'p. Har xil bo'ladi. Bu ikkita ena bo'lan qancha aytyapsiz tog'a? 75 deyapti. 75 ikkalasi bir joyda-ya. Donasi-chi ena bo'lan bitta 38 do'stlar. 38 ga 35 ikkalasini 75 million so'm deyapti. Fotoz bersin tog'a. Nechta do'sti bor? 10 tadan 20 ta. 10 tadan 20 ta. Do'stlar ko'ribsizlar. Juda sifat. Bolachalarni ko'ryapsizlar. Bolachalar ikkalasi ham bunojina. Yutka nomer qoldiramizmi tog'a? Yutka nomer qoldiramizmi? Mayli. Ayting nomerni. 90lik 227 35 11 raqamiga aloqa chiqarasiz do'stlar. Ikkalasini 35 dan deyapti. Ikkalasi bir joyda bo'lsa 75 million so'mga savdo bo'ladi. 10 litrda 20 litr suti bor do'stlar. Qaysi bir joyda bo'lyapti tog'a? Mana bu. Siz qancha deyapsiz? Yana bolam? Siz olmayman. Qancha? 21 million so'm. Ko'rasizlar, juda sifat. Yana bolam so'raymiz. Assalomu alaykum aka. Sizmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yana bolam qancha aytyapsiz? Ha tog'a, yana bolam qancha aytyapsiz? 50 million so'm, ha? Kelishtiradigan joyi bor. Qayerda mol aka? Jizzax. Suti nechi litr? 20 ta. Bolasini do'stlar ko'ribsiz. Gunojin. 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. 38 suti bor. Bozor narxi chiqarmadimi tog'a hali? Chiqaryapti. Qancha chiqadi? Qancha? 40 million so'm so'rayapti ekanman do'stlar. Do'stlik manzur. Yo'q. Guliston Abzor. Guliston Abzor. Guliston Abzor. Assalomu alaykum aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yana bo'lan qancha aytyapsiz? Yo'q, sizda olmayman. Yana bo'lan qancha aytyapsiz? Shuni ham. Ha, pastiyanni olaman. O'zi to'rt bozorda men chiqyapman. Mana 38 million so'm bozor hozir qilyapti. Har so'raga yo'q. O'zingiz 38 million so'm deyapsiz. Mana do'stlar, yana bo'lani 38 million so'm deyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana bu. Qo'llab turasizlar do'stlar. Bolasi buni novoscha. Ko'raverasizlar. Qancha bo'lsa beraverasiz tog'a? Kelishamiz. Kelishlarning joyi bor, ha? Omadingiz bersin, charchamang. Xo'p, do'stlar, bitta olib ketaveramiz. Sigirlar. Xo'p, do'stlar, mana yana bo'lani gigantidan do'stlar. Avzorni bir qator qilib o'tib ketamiz. Xudo xolasa sizlarga bu yoqsa, bitta like bosing, podpiska bosing. Xudo xolasa sizlarga foydali va manfaatli video bo'lib qoladi do'stlar.
Assalomu alaykum. Aka. Siz yaxshimi? Charchagansiz, yaxshimi? Yana bolan qancha aytyapsiz aka? 75 deyapman. 75 million so'm kelishadigan joyi bor. Bor. Qayerda mana aka? Samarqandni oladi. Samarqand. Mana do'stlar ko'ribsizlar, juda gigant adam mana. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, do'stlar bitta like, podpiska bosib qo'ying, xudo xolasa. Qo'limizdan kelgancha yana bor. Xudo xolasa hozir namozga qatorga o'tamiz, yo'qishga harakat qilamiz. Necha litr suti bor, tog'a? 15 ta suti bor. 15 ta suti bor. 25 kun bo'lgan qochganiga. Alloh desam jonivor. Bolasi? Ha, 16-chi ekan. Onasi qanday bo'lsa, bolasi ham xuddi o'shanday bo'ladi do'stlar. Ko'ribsiz, gigant. Hali bozordan chiqarmadim, tog'a? 53, 54, 55 qilib berdi. 25 kun bo'ldi dedingizmi? Malades, ana jonivor. Yutgan nomer qoldiramiz, tog'a? Ayting nomer. Aka nomerini bilmaymanmi? Bilmaysizmi? Ha, do'stlar. O'zingiz nomeringiz-da? Boshqa bir nomerni bo'lsa ham beravering, o'zingiz sherigingiz nomerini. Mana do'stlar, sizlarga xudo xohlasa mana gigantidan topib qo'ydik. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, akani pastda nomerlarini qoldiramiz. Xudo xohlasa bemalol mana shu nomer. Mana do'stlar, 93lik 164 1676 ga bemalol telefon qilaverasizlar do'stlar. Mollardan nechta topib bera olasiz? Aka xohlagancha. Ha, do'stlar, ko'ryapsizlar, xohlaganlaringizcha topib beraman deyapman. Necha litr suti bor dedingiz? 15 ta suti bor. 15 litr suti bor ekan do'stlar. Alo deydimi, xassiski deydi. Xo'p, do'stlar. Xo'p, do'stlar. Tog'a, sigir sizlardanmi? Yana bola? Qancha aytyapsiz? 70 deyapman. 70 million kelishadigan joyi bor. Qayerda mol aka? Jizzax. Jizzax mana do'stlar, ko'ribsizlar, juda ideal zo'r navlardan topdik mana do'stlar. Bemalol kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa ko'raverasizlar. YouTube kanalda Guliston Hamzovich. Nechinchi bolasi tog'a bu? Ikkinchi bolasi. Qancha aytyapti? Bozor qancha qildi? Hozir 55, 56. Qancha bo'lsa beraverasiz tog'a? Qiziq bo'lsa endi ma'lumot uchun. 60 dan o'tsa beradi. 60 dan o'tsa beradi. YouTube nomer qoldiramizmi? Ayting nomer. 94lik. 94lik 184 184 90 99. 90 99 telefoniga bemalol qo'shilsa, xudo xolasa yana bo'la 60 million so'mdan ozgina yursalaring, baraka qo'radi do'stlar. Necha litr suti bor aka? 20 ta. 20 ta suti bor ekan do'stlar. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Olmayman aka sizda. Faqat sigiringizni anozini aytib keting ma'lumotini. Ha, aytasiz. Ha, do'stlar, uyalyapti aka. Sizdanmi aka mol? Ma'lumotni aytasizmi? Ukangiz uyalyapti deyman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Charchaysizmi? Aka, yana bo'lan qancha aytyapsiz? 25 deyapsiz, 21 million qilyapti. 25 deyapsiz, 21 million so'm bozor qilyapti. Qayerda mol aka? Tirsatka. Sardoba Tirsatka. Mana do'stlar, Sardoba Tirsatkani moli aka 25 million so'm deyapti. Bozor 21 million so'm qilib turibdi do'stlar, mana ko'raverasizlar. Bolasi Novosiya do'stlar, shuni hisobiga sal narxlar ko'tarilaveradi do'stlar. Agar g'unojim bo'lganda edi, sal ozgina pastroq o'tishib aka barakasini qilib beraveradi. Necha litr suti bor aka? 4 litr. 4 litr. Hozir qochganmi, qochmaganmi bu? Qochib ketgan. Qochib ketgan. 3 oylik qochgan. 3 oylik. Novos necha yashar bu?
Bu 3,5 yosh bo'ldi. 3,5 oylik. 3,5 oylik. Ha, 3,5 oylik bo'lsa. Nechinchi bolasi bu? 5-chi bolasi. 5-chi bolasi. Mana do'stlar ko'rib turibsizlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'tkazmasdan, videoni o'tkazmasdan oxirigacha bo'ling, xudo xolasa. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, agar sizga yoqqan bo'lsa, akani pastda nomerni qoldiramiz, bemalol qochqaverasiz. Aka telefon raqamini aytamizmi? Yo'q, olsotar emas, dehqon. Olsotar, dehqon. Mayli, ma'lumotchi aka. Xudo xolasa mana shu bozor sotib olasiz, ma'lumotchi aytib qo'ying. 99lik 102 3090 telefoniga aloqa chiqaverasiz. Aka rahmat. Charchamang. Do'stlar, navbatdagi inamollar qatoridan xudo xolasa videoni davom ettiraveramiz. Assalomu alaykum akalar. Yaxshimisizlar? Charchamaysiz? Assalomu alaykum. Aka, inamolar qancha ekan? 24,5. Kami bor a? Ha, bozor qilyapti. Siz o'zingiz qancha aytyapsiz? 28 aytyapti. Ha, do'stlar, aka 28 aytyapti. Bozor 24 million so'm qilib do'stlar. Qana, shu 28 million so'mga arziydi. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib ketasiz, xudo xolasa. Ha. Qayerda mol aka? Qayerda mol? 11-safhoz mana do'stlar. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchisi. Necha litr suti bor? Allohga tavakkal. 5 dan beramiz, 8 dan o'zingizga bog'liq. Allohga tavakkal. Mana do'stlar, 5 endi o'zingizga yem berishingizga bog'liqda do'stlar. Ko'raverasizlar, 5 litr suti bor ekan do'stlar. Telefon nomer qoldiramizmi? Sotamiz. Sotaverasiz, xudo xolasa, ma'lumotchi aka. Ma'lumotchi. Sotilmasa? Bo'ldi. Do'stlar, ma'lumotchi qabul qilib qo'ysalar, aka 28 million so'm deyapti. Bozor 24 million so'm qildi do'stlar. Aka, savdoingiz bersin. Charchamang. Qanchaga savdo bo'lyapti aka? Qanchaga savdo bo'lyapti? 26 millionga? Ha, do'stlar, bu inaboli 26 million so'mga, bolasi G'unoj. Ha, do'stlar, ko'ryapsiz. 26 million so'mga savdo qilyapti do'stlar. Ha. 8 ta. Tog'a necha litr suti bor? 8 ta. Aka, xursandmisiz? 8 ta suti bor. Boriga baraka, yengil baraka ayting, bering. 26 so'm kam bo'lsa aytingizlar mana. 26 million bering. Do'stlar, boy 26 million so'm ketdi. Dunyoni qo'llaydi. Buni ham kichkina o'zi. Katta pul emas. 30 million turgan yo'q. Qancha aytyapsiz aka o'zingiz? 30 million so'm, 26 million so'm qilyapti og'a. Salomsiz? Acha, mushashina. Do'stlar, 30 million so'm deyapti. Tog'a 26 million so'm. O'zingiz bilasizmi? Xo'p do'stlar, navbatdagi aslini so'raymiz. Assalomu alaykum tog'a. Yaxshimisiz? Yana bolalar qancha aytyapsiz? Yana bolalar hammasi. 32 million so'm bu 22 million so'm. 27 million. 27. Mana do'stlar, bu 32 million so'm, 27 million so'mga yana bolalar. Bolalar G'unojinchami? Ha. Ikkalasi ham G'unojin. Qayerda bolalar aka bular? Aytsin men ishonmayman. Qo'shib-qo'shib bor. 5 ta barakat bo'ladi. 35 million. Ha, do'stlar, ko'rib turibsiz. G'unojin. 20 metre so'rayapman kam. Tepaga putar. Qancha suti bor? Aynan. Egasi 4 ta 5 ta degan kecha oldim. Buningchi. Buni 32 so'rayapman. Aka chekayli qo'yapsiz. 23 dehqonchilik uydimi? 23 Qayerdaki? Buning yaxshi. Oqoltim bering. Buni yaxshi. Oqoltim bor. Oluvchilar bular. Bir Oltin tumanida ma'lum biz.
Mana do'stlar, navbatdagi yana bular narxini so'raymiz. Assalomu alaykum. Sog'ingiz yaxshimi? Yana bular qancha aytyapsiz? 30 million deyapmiz. 30 million kelishadigan joyi bor, ha? Qayerda moli? Mirzobod qayer? O'zim Mirzobodlikman-da. Do'stlar, Mirzobod moli yana bolani 30 million so'm kami bor do'stlar. Qanchalar bo'lsa beraverasiz. O'zingiz chamayapsiz. Do'stlar, bozor 24 million so'm qildi. Aka 24 milliondan qancha yursa beraverasiz aka? Sevaveramiz. Sizga yursa beraveramiz. Necha litr suti bor? 6 ta. Nechinchi qorin bu? Birinchi qorin. Birinchi qorin 6 ta suti bor do'stlar. Telefon nomer qoldiramizmi aka? Ayting. 94lik 913 85 82 raqamiga aloqa qilib ko'rasiz, to'g'risi. Baraka qilaverasiz, aka bog'lan. Aka sodingiz bersin. Charchamang. Ha do'stlar. Mana ko'rasiz, eng kami sodda tashlab 10 litr. Bu enasi Yana bular qancha bo'ldi? Baraka bo'ldimi? 35,5 ga baraka bo'ldimi? Barakasi bersin, yaxshi, zo'r. Bolasi qani? G'unojimmi? O novvoschi. Ha do'stlar, bolasi novvoschi 35,5 million so'mga baraka bo'ldi do'stlar. Ko'raverasizlar. Do'stlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni o'tkazmasdan ko'ring, xudo xolasa sizlarga foydali va manfaatli video bo'lib qoladi. Do'stlar, sizlarga men foydam tegayotgan bo'lsa, men juda xursandman. Sizlardan bitta iltimos bo'ladi, faqat poddesh qilib turinglar bo'ldi. Menga faqat poddeshga motivatsiya kerak do'stlar. Shundagina davom etamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turuvchilarimiz yo'q bo'lsa, poddeshga yo'q bo'lsa, bizdan harakatdan to'xtab qolishimiz mumkin do'stlar. To'yga yaxshi kim qiladi? 40 ga ham zotman bo'lmasa. Qancha bo'ldi aka? 5,5. Xo'p do'stlar, navbatdagi yana bolalar so'rab ketaveramiz. Aka, yana bolalarni qancha aytyapsiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qancha? 33. 33 kam bormi? Qayerda bola aka bu? Zomin. Nechinchi bolasi bu? Zomin 3-chi bolasi ekan do'stlar, ko'raverasizlar, lekin sifat. Necha litr suti bor tog'a buni? 8 litr suti bolasidan tashqari. Ha, bolasidan tashqari 8 litr suti bor do'stlar, ko'rib turibsiz. Bolasi novvoschi, novvoschi do'stlar. Bozor qancha qildi? 29. Do'stlar, bozor 29 million so'm qildi do'stlar. Guliston Abzor aka. Ha, xudo mang tog'a. Xudo xolasa bugun kechga chiqaraman ana uni. Xo'p. Qanchalar bo'lsa beraverasiz, tog'a, siz o'zingiz chamaysiz qancha? Bitta nomer qoldiramizmi? Shartda. Bu bozor sotib olamiz. Xudo xolasa. Do'stlar, ma'lumotni qabul qilib qo'yaverasizlar. Xudo xolasa akamiz bozorda sotib oladi. Rahmat aka. Charchamang.